Hammaga assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun Moskvada taksida ishni boshlaymiz. Tak, 24-sentyabr 2025-yil bugun. Sizlar bilan ishni boshlaymiz. Kamgina yomg'ir yog'yapti. Bugun ish yaxshi bo'ladi deb umid qilamiz. Qalbimizdan ketdik. Birinchi zakaz 759 rubl. Bes komissiya 584 rubl. Komissiyadan tashqari 584 rubl qoldi. İkinci zakazımız 664 rubl, itogi 511 rubl. 13 minutka. Üçüncü zakazımız 964 rubl. Bes komissiya 742 rubl qoldi. 22 minut 19 kilometrga. Dördüncü zakazımız 572 rubl, 440 rubl qoldi. 15 minut 5 kilometrga. Beshinchi zakazimiz sentrga olib keldik. 871 rubl bes komissiya toza va 41 minut 20 kilometrga. Oltinchi zakazimiz Karatesh 306 rubl, bes komissiya 235 rubl. 4 minutga 1 kilometr. Yettinchi zakazimiz 900 rubl, 782 rubl qoldi va 34 kilometr 34 minut 27 kilometrga. 8-chi zakazimiz 1632 bo'ldi. Itogi 1256 46 minut 37 kilometr. 9-chi zakazimiz 580 rubl. Itogi 446 29 minutga 15 kilometrga. 446 rubl. 10-chi zakazimiz 272 rubl, 209 rubl qoldi. 7 minutga 3 kilometrga. 11-chi zakazimizni ham olib keldik. 1000 rubl, itogi 837 rubl va 51 minuti 34 kilometrga. 12-chi zakazni olib keldik. 483 rubl, itogi 12 minut 13 minutga 5 kilometrga. Va bu bizda eng yaxshi zakazimiz bo'ldi. 2882 rubl, itogi 2218 rubl qoldi. 1 soat 32 minut 44 kilometrga. Keyingi zakazimiz Karatesh bo'ldi. 268 rubl, 206 rubl itogi 5 minutga 2 kilometr. Keyingisi ham Karatesh bo'ldi. 392 rubl, 301 rubl itogi 12 minut 7 kilometr. Undan keyingi zakazimiz 685 rubl, 530 rubl 8 minutga 6 kilometr. Va biz oxirgi zakazni olib keldik. Tak, 1000 rubl 1058, itogi bes komissiya 814 rubl qoldi va 17 minutga 17 minut olib keldik, 14 kilometr. Biz ishni tugatdik. Общий summa itogi bo'ldi 11474 rubl bes komissiya. Shularni ishladik. Moskvada qanday deb o'ylaysizlar? Normal, sredniymi, ko'pmi, kammi?